Maşallah. Tabarakallah. Savollar keladi. Ka'bada, Masjidil Haromda imom qayerda turadi deb. Xo'p, bundan 2 yil, 3 yil oldingacha, ya'ni 2009-2020-yillargacha imom Ka'bani eshigining ro'parasida 2 qadam Ka'badan eshigidan 2 qadam orqada turar edi. Farz namozlarda aynan farz namozlarni Ka'bani eshigining ro'parasida turib o'qirdi. Endi hojilar ko'payishligini hisobigami, yana bilmayman qanday maqsadlarda oldin tarovih namozlarini orqada o'qilardi. Hozir qolgan 5 mahal namozni ham mana bu ko'rib turganinglar, mana bu yerda imom turadi. Imom shu yerda turadi, keyin bizga imomlik o'tib beradi. Maşallah, tabarakallah. Alloh taolo barcha ummat islomni bu ulug' makonga kelib ibodatlarni qilishlikka nasib qilsin. Maşallah, tabarakallah. Haramda pardozlash ishlari oxiriga yetay deb qoldi. Inshaalloh ajab emas, bu Ramazonga tushib olsa. Har Ramazonga umid qilar edik. Demak, ro'paramizda birinchi qavatida imom turadi, ikkinchi qavatida muazzin so'pilar turadi. Bugun yakshanba 1-dekabr soat 20 takam 7 bo'ldi. Ishroq namozi vaqti kirishiga biroz vaqt qoldi. Kun chiqyapti hozir.